Burun yuzning markazidagi kichik bir tuzilishdir, ammo u inson tanasidagi eng kuchli sezgi organlaridan birini boshqaradi. Har bir nafas ma'lumotni olib yuradi. Havodagi ko'zga ko'rinmas mayda molekulalar har bir nafas olishda burun yo'llariga kiradi. Ichkarida bu molekulalar millionlab reseptorlar bilan qoplangan, maxsus sohaga yetib boradi. Har bir reseptor ma'lum bir kimyoviy shaklga moslashtirilgan. Ular birgalikda havoni idrokka aylantiradi. Bu hid bilish hissi, lekin burun nafaqat hidlarni aniqlashdan ko'proq narsani bajaradi. U havoni filtrlaydi, o'pkaga yetib borishdan oldin chang, bakteriyalar va zarrachalarni ushlab turadi. U har bir nafasni isitadi va namlaydi. Tanadagi nozik to'qimalar uchun kislorod tayyorlaydi. Hid bilish xotira bilan bevosita bog'liq. Signallar burundan to'g'ridan-to'g'ri miyaning hissiy markaziga o'tadi. Ongli fikrni chetlab o'tadi. Shuning uchun bitta hid darhol hissiyot, xotira yoki instinktni qo'zg'atishi mumkin. Burun ham ta'mni shakllantiradi. Biz ta'm deb biladigan narsalarning aksariyati til bilan birgalikda ishlaydigan hidlar. Hid bilish hissi zaiflashganda ta'm yo'qoladi, xavf signallari yo'qoladi va dunyo tinchlanadi. Burun shunchaki sensordan ko'proq narsa. Bu filtr, himoyachi va xotira va hissiyotlar bilan bevosita bog'liqdir. U atrofdagi havoni jimgina talqin qiladi, ko'rinmas kimyoni tajribaga aylantiradi.